Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Obunachilar, bugungi sotuvga chiqqan joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Obod Turmush mahallasi. Tuman markazi Yangi bozorga 2,5 kilometr, Yangi Toshkent hududiga 3 kilometr, Yangi O'zbekiston bog'iga 8 kilometr joyda turibmiz. Fasad qismimiz 30 metr. Hozir ichkaridan ko'ramiz. Darvozasi yopiq ekan, orqa tarafdan. Hozir ichkariga kiramiz. Mana shu hovlimiz. Bu joyimiz 18 sotix, ikkita kadastr qilingan. Bu tashqari tomoni va ichkarida mana to'rxonali yashab turgan uy joy. Bu joyimizga общий umumiy narxi 150 ming dollar so'ralyapti. Yana kelib, ustida baraka qilsanglar bo'ladi, sodalashsanglar bo'ladi, kelishadigan joyi bor. Atrofi to'liq mana fundament qo'yilgan. Zabor uchun vaqt qilib fundament qo'yilgan. Gaz, svet, kommunikatsiya hamma xizmatlar o'tkazilgan, internet hech qanaqa muammo yo'q. Ko'rsanglar bo'ladi, ochiq, toza havo. Aloqaga chiqinglar, batafsil yana tushuntiriladi, ko'rsatiladi.